Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizda siz bilan Photoshop dasturi interfeysi bilan tanishib o'tamiz. Adobe Photoshop dasturining 2024-yil versiyasi bor. Photoshop dasturining interfeysi hisoblanadi. New File bo'limida biz yangi loyiha yaratish uchun new document yaratib olamiz. Bu yerda uning width, ya'ni bo'yiga razmeri, bu yerda yana width eniga razmeri, height esa bo'yiga razmeri hisoblanadi. Biz buni teskari qilib qo'yishimiz ham mumkin. Orientation bo'limi yordamida, piksel yordamida, inches, santimetr, millimetr, point, pikas, xullas bu yerda istagan ko'rinishimizdagi o'lchov birligida belgilab qo'yishimiz mumkin. Misol uchun sizga 3x4 lik rasm kerak. Misol uchun sizga 3x4 lik rasm qilmoqchisiz. Bu uchun santimetrga o'tirib, bu yerni 3, width 3, height 4 qilasiz va 3x4 lik razmerda paydo bo'ladi. Biz asosan piksellardan foydalanamiz. Bu 1920-1080 nima deb hayron qoladigan bo'lsangiz, bu Instagram istoriya uchun qilinadigan dizayn razmeri hisoblanadi. Oxirgi marta shu dizaynda qilganim uchun ushbu razmer shu yerda ko'rinib turibdi. Bu yerda recent bo'limida oxirgi ishlagan ishlarimiz chiqib turadi. Men oxirgi marta o'quv markazi uchun dizaynlar tayyorlab berganman. Shu uchun eng oxirgi marta ishlagan ishlarim shu bo'limda ko'rinib turibdi. Xo'p, open bo'limida biz yangi fayl yoki istalgan rasmimizni ochishimiz, ya'ni kompyuterimiz orqali fayllar bo'limidan o'zimiz xohlagan narsani ochib olishimiz mumkin. Ya'ni qaysidir proyektni ishlab turgan paytimiz uni davom qildirish uchun open bo'limidan foydalansak bo'ladi. Oxirgi ishlagan ishlarimizni qanday ko'rinishda ko'rsatib qo'yishimiz. Bu yerda kichraytirilgan variantda, bu holatda bo'lsa katta ko'rinishda ko'rinmoqda. Xo'p, biz endi yangi fayl yaratamiz. Fayl yaratish bo'limiga o'tib, Photoshopning asosiy oynasiga o'tamiz. Xo'sh, bu yerda Photoshopning asosiy oynasi bu qismi elementlarni tortib olish uchun ishlatiladi. Misol uchun mana bu yerga doira chizdik. Bu bo'lim doirani istagan joyimizga tortib olib boradi. Bu kesish, ya'ni qirqish vazifasini bajaradi. Biz bu yerda asosiy qo'llaydigan elementlarimiz bilan tanishib olamiz. Bu bo'limda shakllar, shape'lar joylashgan rectangle tool. Bu orqali to'rtburchak, xohlagan shaklimizni yasasak bo'ladi. Buni radiuslarini burash orqali bu ikki tarafini boshqacha ko'rinishga olib kelishimiz ham mumkin. Buni ustida mishkaning o'ng tarafini bossak, boshqa shape'lar ham chiqib keladi, ya'ni polygon tool. Bu shape'lar bizga ko'plab dizaynlarni yaratishda yordam beradi. Bu tarafda bo'lsa ranglarini o'zgartirishimiz ham mumkin. Sal chetroq qo'yib qo'yamiz. Xo'p, bu yerda pen tool orqali biz rasm chizishimiz, o'zimiz xohlagan shaklni yarata olishimiz mumkin. Uning radiusini ham o'zimiz belgilay olamiz. Mana ko'rib turganingizdek. Bu pipetga, ya'ni mana bundan rang olish uchun bu pipetga bizga boshqa bir rasmlarda rang olish uchun qo'llanadi. Misol uchun mana bu doirani ustiga bosganimda hozir u ushbu rangni o'ziga saqlab oldi. Biz keling buni saqlab olamiz. Shuni saqladik. Endi yangi shape chizganimizda uning rangi sariq rangda bo'ladi. Mana. Xo'sh, bu yer eraser tool, ya'ni o'chirish uchun
bu shape qo'llanmaydi deydi. Yaxshi, bu eraser tool, ya'ni o'chirish uchun. Bu toolimiz qirqish uchun, kesish uchun foydalaniladi. Buni o'tib, shundoq ustiga bosganingizda vazifalarini ham ko'rsatib bera oladi. The crop tool is an incredibly useful feature in Photoshop that allows you to fine-tune your images by trimming, straightening, or expanding them. To access the crop Deyarli qiyin joyi yo'q. Hozir yangi proyektlar qilish davomida Photoshop interfeysi bilan yanada to'liqroq tanishib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.